olmaydi. O'zi shuncha maxsus bolalar uchun bir martalik qabul uchun chiqqan. Jallisini yesa yesin, yemaganini tashlaysiz. Kunida 2 marta sabzavotli pyure berasiz. Tushundingiz? 2 marta vodka berasiz. Keyin smesini berasiz. Hozir, masalan, o'ziga ham vaqtingizdan chiqdik, allergiya bilan keldik, to'g'rimi? Bola shunchalik bezovtadi, qusib yotadi. Endi qarang, ichim og'rib, allergiyani og'ir turi chiqdi analizingizda. Shundan keyin ina dietasini aytdimiz yeng dedim, amiz bilmadingizlar. Smes o'tdi 100% bachlang. Smes o'tgandan keyin bolam qarang, avvalgidan dimzo'r. Endi sizga 1 oy muhlat berib, men vodka yedirgan desam, 1 dona vodka. Bir turini vodkani 3-5 kunda moslashadi bola. O'zi yangilik kiritishimiz kerak. Buni kasallikni yaxshilatishimiz uchun biz tez ovqatga o'tirishimiz kerak. Ovqatga o'tirish uchun rejim qo'yish kerak. Ishning vaqtida vodkalarni o'rgataman, keyin sabzavotlarni o'rgataman, mevani o'rgataman, tuxum qo'shaman, keyin ovqatga qo'shaman. Tushundingizmi? Hozir siz hali ishi birinchi etapdan harakat etmaysiz. Ko'rib birinchida o'tiribsiz. Yo'q, bu yeyishi kerak, bu talab etadi. Ovqatga o'tsa qusish qoladi. Bunda piloraspazm chiqdi-ku. Piloraspazm chiqqani bilan bolangizga zo'r vazn olib turibdi.